Hammaga salom. Hamma olgan trend bizlar ham olibmiz. Qani bir-birimizni yaxshi ko'rgan narsalarimizni topa olamizmi? Bizda уже 8 yildan ziyod отношения. Topolmasak bazor. Bu yaqutlardan men yaxshi ko'rganim osh, sabrinki dulma. Aziz yaxshi ko'rgan ovqatlari osh, dulma. Men yaxshi ko'rgan ovqatim chichivichni sup. Dulma. Aziz yaxshi ko'rgan napitoklari bu oddiy suv. Men yaxshi ko'rgan napitokim bu kola. Men yaxshi ko'rgan napitkam kola, Fanta, Pepsi, яблочный сок, sabrinki fusti. You serious? Endi salatlardan Aziz yaxshi ko'rgan salatlari bu oddiy salat. Pomidor, bodring, наверное. Свежий салат обычный. Men eng yaxshi ko'rgan salatim frantsuzskiy bilan frantsuzskiy. Men yaxshi ko'rgan salatim свежий salat bilan patshuba, sabrinki frantsuzskiy bilan yana kim aytdi? Hatto frantsuzskiy.